Assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlarga super vaqtni tejash usulini o'rgataman. Agar siz rahbar bo'lsangiz, aytaylik SEO bo'lsangiz, ish boshqaruvchi bo'lsangiz, sizga berilayotgan manbalarni super tezlikda o'qish, tahlil qilish va unga xulosa berish haqida bugun ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Demak, boshlaymiz. Har doimgidek daftar yaratib olamiz va bizda e'tibor beringlar, qarorlar bor. 5 million sun'iy intellekt yetakchisi qarori bor. Undan mana shu asarni olaylik. Misol uchun qarorni olaylik, yukladik. Xo'p, yuklanyapti. Qaror taxminan 20-30 varaq va men buni bittalab o'qib chiqishim uchun 1 soat yoki 2 soat vaqtim ketishi mumkin. Men nima qilaman? Juda sodda versiyani tanlayman, va tez o'qishim kerak. 5-10 daqiqa vaqtim bor. Tushunib olishim kerak bu nimaligini va shunga qarab xulosa qilishim kerak. Ketdik. E'tibor beringlar, manbalar qismiga o'tamiz, ustiga bosamiz. Manba qo'llanmasi. Ingliz tilida notebook guide deyiladi. Xo'sh, o'zi pastda ancha manba bor ekan. Ancha manba bor va men buning eng muhim joylarini chiqaryapman. E'tibor beringlar, manba qo'llanmasi. Ingliz tilida notebook yoki source guide deyiladi. O'zbekiston Respublikasining ushbu rasmiy hujjatida elektron arizalar va davlat xizmatlarini ko'rib chiqishning takomillashtirilgan ma'muriy protseduralari batafsil bayon etilgan. Unda taqdim etilgan hujjatlar avtomatik ravishda tegishli organlarga yuboriladigan, so'ngra foydalanuvchilarga har qanday hujjat xatolari haqida 5 ish kuni ichida xabar berish imkonini beruvchi muvofiqlikni tekshirish amalga oshiriladigan tuzilgan jarayon bayon etilgan. Ya'ni sifat standartlarini ta'minlash uchun xalqaro IT sertifikatlarini tekshirish va ta'lim markazlarining litsenziyalash maqomiga katta e'tibor qaratilgan. Oxir-oqibat matn, muqovalar va hukumat o'rtasidagi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali aloqani soddalashtirish uchun me'yoriy asos bo'lib xizmat qilar ekan. Bu yerda muhim xulosa berilgan va men bu xulosani taxminan 1 daqiqa ichida tushunib oldim. Endi mabodo yana qo'shimcha qilib, yana chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsanglar, hukumat qarorlarini qabul qilish, IT sertifikatlash, litsenziyalash, ma'muriy qoidalar, mana bu joyda e'tibor beringlar, 5 ta muhim joyni belgilab qo'ygan. Mana hukumat qarorlari buni bu yoqqa chiqaradi. Xo'sh, ma'muriy qoidalar buni bu yoqqa chiqaradi. IT sertifikatlash standartlari uni ham chiqarib beradi. Arizalarni qayta ishlash, xo'sh, litsenziyalash va ma'lumotlar tayyor. Tasavvur qiling, hukumat qarorlarini qabul qilishni muhokama qilish. Kengaytirilgan versiyasi mana chiqyapti. O'zim uchun muhim bo'lgan 5 ta joyni aniqlab olishga man 1 daqiqada ulgurdim. Xo'sh, buni olib turamiz. Keling, yana test qilamiz. Sizda taxminan 300 betlik kitob bor. Bu shartnoma bo'lishi mumkin, qaror bo'lishi mumkin, bu farmon bo'lishi mumkin. Istalgan ma'lumot bo'lishi mumkin va siz o'sha, berilgan tasavvur qiling 200 betni taxminan 1 hafta o'qiysiz. 1 hafta vaqtingiz esa taxminan 5 minut ichida, ya'ni 1 haftalik vaqtni, ya'ni sarflanadigan vaqtni 5 minutga qisqartirish mumkin. Sizda bilmadim nechadir soatlar tejalyapti. Xo'sh, bu yuklab olishini kutamiz. Yuklab oldi. Endi biz 200 betlik kitobni, mana bu muhim joylarni ko'rsatib o'tdi. 200 betlik kitobni muhim joylarini ko'rib chiqishimiz kerak. Har doimgidek manbalarga o'tamiz. Tepada manba qo'llanmasi chiqyapti. Xo'p, yangi haqiqat kalitlari. Qanday rivojlanish? Yetakchilik. Demak, manba qo'llanmasi. Ushbu matn deyapti. Muvaffaqiyatli haqiqatni yaratish uchun zarur bo'lgan 7 ta asosiy qarorni bayon qilish orqali shaxsiy o'sish va yetakchilikka o'zgartirish kiritish bo'yicha qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Muallif Endi Endryus biografik tahlilni shaxsiy latifalari bilan uyg'unlashtirib, uysizlikdan ta'sirga o'tish yo'lini hikoya qilib, muvaffaqiyat omad mahsuli emas, balki universal qonunlarga rioya qilishning oldindan aytib bo'ladigan natijasi ekanligini ko'rsatadi. Bu asosiy qadam.
mas'uliyatli qaror ekanligini ta'kidlaydi. Bu esa shaxslardan hozirgi sharoitlari ularning fikrlarining bevosita natijasi ekanligini anglab, o'tmish va kelajagi uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmalariga olishni talab qiladi. Bundan tashqari yo'naltirilgan qaror faol o'qish, yuqori standartli ijtimoiy doirani rivojlantirish va boshqalarga xizmat qilish ruhi orqali umrbod donolikka intilishni targ'ib qiladi. Tasavvurli xulosa. Va men uchun yana 5 ta muhim joyni chiqarib beryapti. Bu deyapti shaxsiy javobgarlik, yana kiramiz. Xo'sh, donolikni izlash, ya'ni agar men vaqtim kam, misol uchun juda vaqtim tig'iz bo'lsa, shu kitobni o'qib chiqishim kerak. Men uchun juda muhim joylari bor. Man misol uchun qaytarmoqchi emasman, kitob to'liq o'qishdan to'liq o'qish kerak, lekin siz shoshayotgan, aytaylik muhim joylarni olish kerak bo'lgan, tez, qisqa fursatda o'rganish kerak bo'lganda bu juda asqotadi. Liderlik fazilatlari. Xo'p, mana donolikni izlash haqida suhbatlashish deyapti. Ya'ni suhbatlashing. Donolikka erishish uchun inson kundalik 3 ta amaliyot bilan shug'ullanishi kerak. O'qish, maslahat so'rash va boshqalarga xizmat qilish. Keyingisi. Xo'sh. Va yuqorida shaxsiy mas'uliyatni muhokama qiling deyapti. Siz hozirgi holatingiz uchun intellektual, jismoniy, ma'naviy, hissiy va moliyaviy jihatdan to'liq javobgarsiz. Va uchinchisini ham beryapti. Liderlik fazilatlarini muhokama qilish. Endi man 200 betda o'qib o'tirishim shart emas. Mana shu 5 ta muhim bo'lgan joyini, xulosasini olaman, tez o'qib chiqaman va eng kerakli vaqtda kerakli bilimlarni olaman. Shu bilan mani vaqtim tejaladi. Siz rahbar bo'lsangiz, ish boshqaruvchi bo'lsangiz, CEO bo'lsangiz, bu sizga judayam asqotadi. Chunki sizga har kuni juda ko'plab ma'lumotlar keladi, hammasini tekshirib, bittalab o'qib chiqishga vaqt yo'q. Bu esa ancha ishingizni yengillashtiradi. Bizda hozircha shular. Notebook LM'da ishlatishni bugunoq boshlang.